Salom hammaga. Bugun men sizlarga mob ferma qurishni o'rgataman. Bu mob ferma nimaga kerak deydiganlar uchun ana zombi, skelet, balobattarlar bor, o'shalarni bitta joyga tushirib, o'zi o'ldirib beradi. Nimaligini bilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar videoni. Qani bo'lsam ketdik. Tepaga 20 ta blok chiqasizlar. Keyin qolgan tomonlarni ham 20 tadan ko'tarib olasizlar. Xo'sh, ko'tarishlikcha zerikarliroq bo'ladi. Agar buni survivalda qilsanglar, juda ko'p foydasi tegadi. Survival karta o'ynasanglar, agar sizlar 100 kun yashayman yo yana balobatlar bir balolar qilaman desanglar, mana shuni qilib olsanglar, rosa foydasi tegadigan narsa. Qilib ko'rsanglar bilasizlar. Hozir men ham agar sizlarga survivalda qilib ko'rsatsam bo'lar edi, lekin hozir bu yerda nimada tezroq bo'lish kerak. Survivalda uchib bo'lmaydi, bilasizlar. Uchib qilsa sal tezroq bo'ladi, mana ko'rasizlar. Lekin survivalda ham eplab qo'ysa bo'ladi. Vaqt picha olib qoladi-yu, lekin qilsa bo'ladi. Men sizlarga maslahat beraman, qilib ko'ringlar. Kimga o'xshasa agar kommentariyaga yozib ketamiz, o'xshadi deb. Keyin aziz obunachilar, biz tezroq 50 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Chorak tugagungacha shu maktabda chorak tugagungacha 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. O'shanga yordam qilib olasizlar. Endi bag'iga 7 ta blok sanab totamiz. Qani, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'ldi. Mana qilib 7 tadan aylantirib yuboramiz hamma tomoniga. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana u ham hisobga o'tadi. Bu hisobga o'tadi maytay blok. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7-si qo'yilmay qoldi. Nima yo'qda qashanda? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Xo'sh. Endi maydan tepalarini o'rab chiqamiz. Yoniga devor qilamiz hozir. Men ko'rsatganimdek qilinglar, bo'lmasam nimasidir boshqacha bo'lib qolib, qiynalib yurishinglar mumkin agar survivalda qilmoqchisizlar. Aynan ko'rsatganimdek qilishlarni tavsiya beraman sizlarga. Foydasi tegsa agar kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar nima desanglar. Like bosishdan esdan chiqmasin. Like bosib obuna bo'linglar. Obuna bo'lsanglar, shunaqangi foydali videolar ko'p chiqadi. Like bosinglar, obuna bo'linglar, xullas. Xo'sh, endi atroflarni o'raymiz. Agar xohlasanglar, bu atrofini o'raganimgacha hammasi bir xil narsa o'tkazib yuborishlar mumkin. Mana shu atrofni o'rayotgan joyimni. Xohlasanglar, nima ko'ringlar oxirigacha. Xohlasanglar o'tkazib olinglar. Chetcha videoni o'tkazib 10 sekund qilib. Shunaqa qilib shu joylarni o'tkazib ko'rsanglar bo'laveradi. Agar xohlasanglar. Oxirigacha ko'ringlar. Mana hamma tomonni shunaqa qilib o'rab olganlardan keyin 2 ta blok tepaga ko'tarib, mana yerdan hamma tomonni endi mana shunaqa qilib o'rab chiqilinadi. Qani ketdik bo'lmasa. Iloji boricha tezroq qilishga harakat qilaman.
Endi sizlarga bu qurayotgan joylarimga qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin foydasi katta. Yana atroflarini o'rab oldim. Endi buni tomini yopamiz. Bu firmani qurish uchun faqat toshli blok bo'lish shart emas. Buni xolagan bloklardan qursanglar bo'ladi. Lekin sizlarga buni iloji boricha maslahat beraman, yog'ochdan qurmanglar. Qaysi blokdan qursanglar ham yonadigan materialdan qurmaslikni tavsiya beraman sizlarga. Bundan tashqari xolagan bloklardan qursanglar bo'laveradi buni. Kechikirib qol. Yana shu joyda bitta narsani o'rgatib ketaman. Agar mana shuna bo'lib kech bo'lib qolayotgan bo'lsa, nima uchun? Bu tepada turgan 3 ta bo'limni o'rtasiga kirasizlar. Shunga kirib turib, hozir menda bu narsa o'chiq ekan, o'zim buni yoqishni ham o'rgatib ketaman. Nimaga kirasizlar? Nastroykaga kirib turib, bitta pastroqqa tushasizlar. Pastroqda aktiv cheat turibdi. Mana shuni yoqasizlar. Yoqib qo'ysanglar, keyin aytda bu kep inventory degan narsa bor. Shuni yoqib qo'ysanglar, agar survivalda o'lib qolsanglar, narsalar chachilib ketadi. Shunda narsalar chachilib ketmaydi. O'lsanglar, narsalar o'zingizlar bilan bo'ladi. Mana sizlarga ikki narsani ham o'rgatib ketyapman qo'shimchasiga. Qani bo'lsa, endi tunni kun qilishni o'rgataman. Buning uchun o'rtadagi bo'limga kirasizlar. Bitta pastdan ham o'rtadagi bo'limga ezib turib, keyin betdan ham yana o'rtadagisiga ezib turib, metdan xolagan paytinglarga qo'yasizlar bo'laman. Ertalab ezib turib, shuni jo'natishni ezasizlar. Chunki ertalab bo'lib qoladi. Qani bo'lsa biz mob firmani qurishda davom etamiz. Keyin ichkaridan monetlarga suv qo'yamiz. Mana hamma tomondan suv qo'yildi. Endi tomini yopib olsak bo'ldi. Asosiy ish tomida qoldi. Qolgani endi ishtima bas. Mana mob fermamiz uje hisobda bitdi. Endi asosiy ish tagida qoldi buni. Tagidan monetdan ko'laniladi. Xo'sh, endi bu yerga yarimtalik bloklar kerak bo'ladi bizga. Bitta yarimtalik blok olamiz. Keyin mana unda qara asabiylarga desa, matkamga kirib turib tayoqcha K I L L kichikcha E ketdi. Yo'llar yo'qoldi.
Mana ish qilayotganlarda asabiylariga tegsa, xo'sh, bitta sandiq kerak menga hozir. Bu yerga sandiqni qo'yasizlar. Kim-kimdek kelib turib o'tirasizlar. O'tirib turib sandiqning ichiga mum bilan bitta ezasizlar, keyin mana yoqdan ham bitta ezasizlar. Keyin mana e'tirofiga o'tirib turib mum ustiga bitta ezasizlar, keyin mum ustiga bitta ezasizlar. Bo'ldi. Xo'sh. Endi hozir bu yerda mana yerga mana ularni qo'yib qo'yamiz. Keyin mana ular yana o'tirib turib, mana bu narsadan bu turbalar ustiga qo'yamiz. Keyin yana bitta narsa, bularni tekshirib olish kerak, ishlayotgan yoki ishlamayotgan. Bu turbaning ustiga ezib turib, birorta narsa qo'yiladi, bor narsani qo'yasizlar. Va sandiqqa kelsa ishlayotgan bo'ladi. Qolgan hammasini shunaqa qilib tekshirib ko'rasizlar. Mana endi hammasi ishlayapti ekan, hamma narsam qaytib kelyapti. Endi shu yerda picha kutib turasizlar, tepadan zombilar pastga kelib tushadi o'zi. Sabr qilish kerak faqat. Endi bu yerda sabr kutira xolos sizlardan bitta. Men tepaga chiqarichi zombilar paydo bo'lish boshlayaptimi ekan. Oldin bizga yorug'lik kerak bo'ladi. Bu yerga chiqish uchun turasa qorong'i. Yorug'lik olishni ham o'rgataman sizlarga hozir. Nega xat mana shu qilib yozsanglar, bu damlama chiqadi. Mashinani olib turib, bitta olib turib ichib olasizlar. Atrofilar yop-yorug' bo'lib qoladi. Qorong'i joylar ham yorug' bo'lib ko'rinaveradi sizlarga. Aytlarda hozir nima pichadan keyin zombi paydo bo'lishni boshlaydi. Faqat sizcha sabr qilib turish kerak endi. Video foydali bo'lgan bo'lsa yaxshi, agar sizlar uchun foydali bo'lmagan bo'lsa, endi uzr vaqtinglar ketganligi uchun. Hamma bo'lsa hammaga xayr, yaxshi qolinglar. Video hozir ko'rib turib paydo bo'lmadi-yu, ishlamadi demanglar, chunki bunga biroz vaqt kerak. Picha turgandan keyin paydo bo'ladi. Sirazi bo'lib ketmaydi hamma yo'q. Hammaga xayr, video tamom.